Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Urganch shahrida Jaloliddin Manguberdi haykalining yanında 2 qavatli domimizning birinchi qavatında bir xona arzon narxda sotib qo'yildi. Birgalikda ko'rib o'tamiz. Giraverishni eshigimizni olmasgan ekan. Doğrumuzda kuxnyasi, o'ng qo'limizda sanuzeli, chap qo'limizda xonasi. Yurtdoshlar, 2 oyna yo'la qaragan, bu yon tarafda otizamba, xolasansizlar, dükkan, sartaroshxona, ofismi qilsangizlar bo'ladi. 2 oyna yo'la tushib turibdi. Bahası 205 milyon so'm. Vokzalam dim yaqin. Bu yon tarafimiz kuxnyasi. Oynalar reshotka. Yerimiz sanuzeli. Restoran qo'yilgan. Bahasına geladigan bo'lsak 205 milyon so'm yurtdoshlar. Ekrandagi nomerlarga chiqaverasizlar. Sog'lom bo'linglar, ishlaringiz davom etsin.